Do'stlar, bugun yangi hayotdamiz. Sizlar bilan yangi hayotni boshqacha rakursda ko'rib chiqamiz. Undan va like bosib, obuna bo'lishni unutmanglar. Videoni bo'lsa yaqinlarga yuborib qo'yinglar. Qani ketdik. Farg'ona viloyatining O'zbekiston tumanida joylashgan Yangi hayot mahalla fuqarolar yig'inida aholi soni 3420 tani, xonadonlar soni 585 tani, oilalar soni esa 885 tani tashkil etadi. Shundan 61.4% ni o'zbeklar, 37.6% ni qirg'iz qardoshlarimiz va 1% ni esa boshqa millat vakillari tashkil etadi. Yangi hayotda umumiy 2 ta maktab va bitta bog'cha, 2 ta nodavlat bog'cha faoliyat yuritadi. Do'stlar, Yangi hayot otalar choyxonasi ekan, qaranglar. No, devor bilan o'ralmagan, chunki zo'r havo aylanib turar ekan, ventilyatsiya, mana arada suvlar, daraxtlar salqin, tollar, mana joylar. Yana soy bor ekan, suvi bor ekan ichida. Endi amakilarimiz, opoqlarimiz mazza qilib salqinda otamlashib o'tirishlar ekanda, xullas havas qildik. Do'stlar, hozir Yangi hayot Ahli Inoq degan ko'chasida ekanmiz. Bu yerda yashaydigan Muhiddin aka degan akamiz bor ekanlar. Mana shu ko'chalarni mana 700 metr asfalt qilib beribdilar. Hamda 14 ta ko'cha chiroqlari va mana shu sipkabellarigacha hamda 1 yillik o'sha svet to'lovgacha qilib beribdilar. Alloh rozi bo'lsin. Eshitib rosa xursand bo'ldik. To'g'risi, Yangi hayotda bunaqa saxovatpesha odamlar ko'payishini yana tilab qolamiz. Ahli Inoq ekan ko'chaning nomini qaranglar. Ko'chaga o'sha nomiga munosib Ahli Inoq bo'lib yashashyapti ekanlar. Hamma qishloq mahallada mana shunaqa saxovatpesha odamlar ko'payib borsin. Do'stlar, Yangi hayot Tinchlik ko'chasidamiz. Mana bu mevani kim qachondan beri ko'rgan yo'q. Bu nomi Jida. Yana qanaqadir Jida, Chilon Jida degani bor edi. Eshitgandim, bu o'zimizda oddiy Jida bo'lsa kerak. Adashmasam, anchadan beri bu daraxtini ko'rganim yo'q, chunki juda ko'pchilik kesib tashlagan yoki yo'qib ketgan. Hozir bu yerda bor ekan, ko'chaning fayzliligini qaranglar. Uzumlar, har bitta xonadonda gullar, hamma narsa bor. Eng qizig'i mana bu asfaltlar. Shunday yana ikkinchi ko'cha bu. Ehsonga qilib berilibdi. 200 metr ekan. Yorqinjon akamiz sog' bo'lsinlar. Mana shu ko'chada o'zlari istiqomat qilar ekanlar, o'zlari safarda ekan.